keldik. Shu odam sabab kichkina chimyonga chiqdik. Tabriklayman javohi. Tabriklayman sizga. 2099. Endi qor. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi, o'sha qor ko'chishi bor. Esdalik uchun hozir rasmlarga tushamiz. Assalomu alaykum hammaga. Birinchi gapingiz. Turish bo'yicha chempionsilar. Sizlarga hech kim yetmaydi. Rovni 1 soat kutibsiz. Kunimiz shunaqa boshlandi. Xudo xolisa hammaga salom. Assalomu alaykum. Biz bugun Bo'stonliq tumanidagi eng mashhur bo'lgan cho'qqiga sayohat qilamiz. Kuzatib boringlar. Eshitasiz? Qishga mana shunaqa tayyorlanib chiqish maslahat beramiz. Birinchi bo'lib ko'rgan manzaramiz shu bo'ladi. Oqtosh taraflar. Astrinani ko'tarib yubordi-yu, Botir aka. Zo'r bo'ldi. Qayerga boryapmiz o'zi? Aytasizmi endi? Qayerga borayotganingizdan? Chimyonga. Chimyon? Ketishyapti. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Bugun 2026-yilning 1-kuni, ya'ni 1-yanvar. Xudo xolisa 3 kishi biza bundoq chiqib shu kichkina chimyonga chiqish niyatimiz bor. Kichkina chimyon Bo'stonliq tumanida joylashgan juda ham mashhur cho'qqilardan bittasi. Bu kichkina chimyon Chotqol tog' tizmasini boshlanishi. Bu yoqda katta chimyon, bu yerda kichkina chimyon. Bu yoqdan boshlanadi. Xudo xolisa kuzatib turinglar. Yo'l trek qayerdan boshlanishi hammasini batafsil tushuntirib ketamiz xudo xolisa. Bugun 3 kishimiz. Botir aka, Jahongir, Ipanda Travel. Kichkina chimyondan har xil yo'llar bor. Har tomonlama chiqsa bo'ladi. Yangi Qo'rg'ondan ham, Chimyon posyolkadan ham biz shu yo'lni tanladik. Yaxshilab ko'ra olinglar. Shu ichkarisi bilan kiriladi. Bundoq o'rmonzordan o'tib, to'g'ri xudo xolisa kichkina chimyonga. Ketdi Botir aka. Botir aka ham jiddiy obrazdalar bugun. Eslatib o'tamiz. Shundoq keldik. Yo'l bilan o'tamiz. Bosilgan iz bilan yursanglar, osonroq, lekin chetga qo'ysang ancha havo kirib ketadi. 40 santimetr bor. Bizani kichkina chimyon kutyapti. Xudo xolisa cho'qqidan ham chiroyli obzorlar qilamiz. Yoshimiz ham chiqishni boshladi. Xudo xolisa boshladik paxotni. Atmosfera zo'r. Bomba. Hech qanaqa bulutlar yo'q. Kichkina chimyonimiz yaqqol ochiq havoda. Tepadan manzara. Biz sekin o'rmonzorga kirdik. Ana qor. Mana qo'yasizlar. Qorga kiradi u yoq. Ozgina ertagini eslatadigan joyga keldik. Hozir videoda aytdim. Ertagini eslatadigan o'rmonga tushib qoldi dedi. Sizni eshitmadim, lekin yurganga o'xshaydi. Qarang. Qorlarni. Bo'rini ham qorni to'q. Kecha norin yegan ya. Aliviya bilan. Aliviya bilan. Mana yo'limiz.
Ah. Pisochniga yaqinlashib qoldik. Ko'rsatmoqchi bo'lganim mana shu qor. Bizning cho'qqimiz shu cho'qqiga chiqqandan keyin yana to'g'ri yuriladi, xudo xolisa. Qor qalinligini qaranglar. Bu shamolli yo'l edi. Qorlarni o'chirib shunaqa kesib tashlagan. Archalar. Oxirgi marta kim shunaqa qordan yurgan? Birinchi beri olgan yetoldik. Pisochni. Mashina o'tiring. Birinchi oстановkamiz. Mana bizga birinchi bo'lib ko'rinadigan cho'qqi Obi Qashqa cho'qqisi. Pik охотничий. Mana patentingiz boshi bo'ladi. Qalis Jahongirga. Men vashi nerealniy. Maza qilaman. Uni so'z bilan tasvirlab berish ilojisi yo'q narsa. Miya ham dam olyapti. Vashi. Toza havoda. Qarasa. Qarab o'tiribsiz. Hamma tomosha qilyapman. Jo'xa. Chimyon posyolkasi, dam olish oromgohlari. Hammasi shunday yaqqol ko'rinib turadi. Mana bizda to'g'rida Ko'ngurbuka cho'qqisi, mana bu ming tuxum bo'ladi. Bu qizil jar. Bizda xohlasa kichkina chimyon. Yo'q deydi, ko'pik deydi. Charchadingizmi o'tirgan? Yo'q, charchash yo'q. Havo ostida. Tabiatning go'zalligidan bahramand bo'ling. Shunaqa juda ham chiroyli. Bizda birinchida Jahongir. Bu odam endi qo'shilib oldi. Yo'l ochib ketyapti. Bariga topsin. Birinchida yurgan odamga qiyinroq sal. Qordan yurish o'zi emas. Sekin tepalikka ko'tarilamiz, xudo xolisa. 50 metrdan keyin cho'qqiga chiqib olamiz. Chimyonda havo shari ular turistligi bo'lsa kerak. Shu botga ko'tarilguncha sal qiynadi. Qor ham qalin. Quyosh tushib turibdi. Qor yumshagan. Odam botib qoldi. Jahongir yo'l boshlayapti. Yo'l ochib bariga topsin. Shu yo'llarni ochib ketyapti. Mana lekin tema bo'libdi. Hozir bilmayman qancha balandlikda qor. Biz yo'ldan sekin ketamiz. Kichkina chimyon cho'qqisida bachti. 1 metrdan shu qorligi. Cho'qqimiz mana. To'g'rida. Javohir, nima taassurotlar? Birinchi marta chiqdim. Taassurotlar zo'r. Bilmadim, sizlarni uchratmaganimda katta ehtimol bilan oxiriga chiqmasdim. Takoy toshdan chiqayotganda. Qanaqasini joyi bor. Ana bu bizani legendamiz. Bizani legendamiz. Shu joy debdi, manmanlik qilgim keldi. Qani? Men bu o'yganimda chiqmasdilar. Mana oyoqlarim. Mana bulutlarni qaranglar mana. Yo'dan bulutli kelyapti. Yana bulutli pastdan, ancha pastda.
qiyinlashib ketyapti yurish. Ozgina qo'yganda mashaqqatni ortib boryapti. Bunaqa qiyalidan sal uzoqroq yurish kerak. Qor ko'chib qolishi bor. Bu pastlik. Shuning uchun sal buyoqroq yuramiz. Joylari juda ham qanoq qorlar. Yurishga juda ham noqulay. Ozgina dam olib cho'qqimiz bu yoqda. Sekin kesib o'tamiz, xudo xolasa. Cho'qqimizni o'sha jadvali ko'rindi. 20 metr, xudo xolasa. Tepadan bitta qaraylar. Chorva suv ombori, mana bulutlarni qaraylar. Bitta tempda. Wow. Ketdik, bo'lmasa birga ko'ramiz. To'g'risini aytsam, birinchi marta chiqishim. 4 yildan beri chiqamiz deb, Jahongir. Siz bilan tanishganimga 2 yil bo'ldi. Va lekin. Baqiraman, okey? Baqiraman. Yerga urgan xotin. Okey. Bu yoqqa chiqishimiz ham bo'lmadi. Qorlarni qarang. O'zingizdan yaxshi bilasiz. Yana cho'qqimiz. Dengiz sathidan 2099. Qorni hisobini olsak, 2100 balandlikda turibmiz. Hammani tabriklayman. Botir aka bitta 5. Bomba qo'yamiz unaqa. Ha. Mana. Voy. Qotqoli. Besam bordi, 44 yo'li. Voy. Alhamdulillah. Keldi. Voy. O'tda tablichka ikkita edi. Ikkinchisi qani? 2099. Kichkina chimyon. Kichkina chimyonni obzor. Mana. Piramida. Yo'dan yangi qo'rg'on qishlog'i. Mana ko'rib turibmiz, to'g'ri paltovi. O'z biza paltoviga chiqishimiz kerak-da bugun Botir aka. Shu odam sabab kichkina chimyonga chiqdik. Tabriklayman Javohir. Tabriklayman. O'tdagi hamma odamlar birinchi marta chiqishi bulutlarni. Men kecha chiqdim. Mana qaranglar. Dahshat. Endi qor. Bu yoqqa o'tib bo'lmaydi, o'sha qor ko'chishi bor. Biz ham sal pastni joyda turibmiz. Esdalik uchun hozir rasmlarga tushamiz. Buni o'zi katta chimyon. Havo o'zgardi o'sha. Bir soatdan shu qoldik, cho'qqida choy ichib. Cho'qqida yangi odamlarni ko'rdik. Boshqa yo'l bilan chiqishdi. Bu yoqda aynan. Kichkina chimyon. Mana obzor qilsak, hamma cho'qqili ko'rinadi. Kichkina chimyon shunaqa cho'qqi. Sentrda turgan cho'qqiladi. Hamma cho'qqilar bor. Eng mashhuri katta chimyon. Bitta obqashqa cho'qqisi bor. Patanez boshi. Mana bu yerda katta paltov bor. Distipereval, nadekati. Qor to'la, ko'stemas. Baland tog', oyna tog' shu yoqda. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bir chumli qishlog'i, Yakkatut. Mana Nanay. Ketdi bu yoqdan Piskon. Chotqol tog' tizmasi. Kichkina chimyon. 2026-yil 1-yanvar. Sizlar bilan birga bo'ldik. Boricha ko'rsatishga harakat qildik. Sekin pastga tushib olamiz endi.
Sayohatimiz to'g'ri bo'ldi. Biz piyoda sayohatimizni soat 10 dan oshganda boshladik. Zo'r bo'ldi. Yaxshi maza qildik. Orada paxotlarimiz uzilib qoldi. Ha, Botir aka? Ha. 3 oy, 4 oy deganda chiqdingmi? Jahongir aka? So'zga chechensiz, bir tugatib yuboringlar endi videoni. Odamlarga manfaat istaydigan bo'lgan bo'lsa, xursand bo'lamiz. Shahardan ozgina tashqariga chiqish kerak. Meni fikrim shu. Хотя бы katta chimyonga agar chiqa olmasanglar, хотя бы mali chimyonga chiqinglar. Хотя бы bulkamga, хотя бы sharsharaga chiqinglar. Lekin uyda o'tirmanglar. Bu anti stressi men hozir 28 yoshga yetyapman. Anti stressi eng nomer 1 varianti. Tavsiya qilamiz. Bo'ldi, meniki tugadi. Joninglar sog' bo'lsin. Atmosfera. Biz yana foydalashtirib ketamiz. Sog'lomlashtirish, dam olish maskani o'shandan chiqiladi. Bundoq boriladi. Mana bu o'rmon bilan o'tib, bu pisochin bundoq tepadan chiqib, mana shu cho'qqi, kichkina chimyon cho'qqisi hisoblanadi. Yurish og'irligi o'rtacha, endi qor bo'lgani uchun ozgina qiynaldik. Boshqa payt bahor, kuz oylarida juda ham oson. Tavsiya qilamiz. Zero shu orqali yana boshqa lokatsiyalarga chiqsanglar, o'zingiz uchun qiziq. Bu katta chimyon. Kichkinasi 2099, kattasi 3309. Ancha farqi bor. Voy, aytganlaridagi birinchi kichkinada tonirovka qilib, keyin kattada chiqsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat aytamiz, rozi bo'lasizlar.